Hammaga salom, sizlar bilan Javlon Minecraft. Bu meni uyim. Mana temirlarim pishibdi. Ovqatlarim yaxshi. Endi temirdan aslahalar yasab olaman. Oldingi aslahalarim sinib qolgandi. Shunga yangisini yasab olishim kerak. Bolta, kirka va qilich yasayman. Bo'ldi, yasadim. Qolgan temirni sap qo'yaman. Bu meni itim Bobik. Men o'tin chopib kelay. O'tinim kam edi. O, temir, zombidan temir tushibdi. Shapka. Protection 1. Yaxshi. Himoya degani. Va shapkani joni ham anchagina ko'p ekan. Sop qo'yaman temirni. Ketdim o'tin chopishga. Bu kompas uyimni qayerdaligini ko'rsatib turibdi. Mana shu bilan qo'yni chopib olaman. Endi o'tin chopaveraman. Chopib ham bo'ldim mana. 46 ta o'tin. Boltamni joni ham anchagina ketdi. Endi uyimga borib, Bobikni ko'rib kelaman. Bobik, boryapman. Bobik. Shu yerda edi-ku Bobik. Do'stlar, Bobikni o'g'irlashibdi. Xazinamni ham o'g'irlashgan bo'lsa kerak balki. Ko'pmas edi baribirga. Ha, o'g'irlashibdi. Kompas va boshqa narsalarni sop qo'yay. Bo'lmasa kompaslar adashib ketishi mumkin. Olaychi. Kompas va daftar. Itingni qaytarmoqchi bo'lsang 64 ta diamond blok ber bizga. Menda o'zi 2 ta dona olmos bor edi. Qanday qilib 64 ta diamond blok beraman ularga? Do'stlar, itimni qutqarishim kerak. Mana yo'q. Bunda ham yo'q. Bunda ham hech narsa yo'q. Bunda ham yo'q. Bunda ham yo'q. Qanday olaman 64 ta diamond blokni? Lekin menda yashirin joy bor. Mana shu pechkani tagida. Bunda nima borligini hayolingizga ham keltira olmaysiz. Narsalarimni solib qo'yay. Qilich tursin. Mana ko'rsataman hozir. Mana. Buni ichib qo'yaman. Taxlab qo'yaman o'qlarni. Pechkani joyiga qo'yaman, ko'mirni ichiga solaman va men jangga tayyorman.
bo'yini yoraman itim uchun. Chunki u it men uchun qadrli bo'lib qolgan uzoq vaqtdan beri. Mana kompas qarab boraman endi. Yaxshiyam yerga tushib qolmadim. O'lib ketardim. Keyin itimni hech kim qutqara olmasdi. Ultra Pro chiqish. Juda uzoqda mashinani. Bo'lmasmi? Yo'q, bu kon ekan. Qurollarimni o'qib oldim. Nima bor ekan? Pistoletda yo'q ekan. Uzr, bilmasdan otib qo'ydim. Ha, menda granata ham bor, o'shani ham olib qo'y. Mana granata. Yaqin qolganga o'xshayman. Menimcha yetib kelay deb qoldim. Ozgina o'zgardi. Bo'ldi, yetib kelman. Mana topdim yashirin joyni. Do'stlar, topdim. Itimni qutqara olamanmi, yo'qmi? Video davomida ko'rib boring. Pastga tushaman. Yo'lak bor ekan. Yana pastga. Bu yerda olmoslarni shu yerga qoldir. Shu yerga qoldir. Hech nima yo'q ekan. Baribir ham qoldirmayman. Hech nima yozilmagan. Bu yerda to'g'ri javob, to'g'ri yo'l, xato javob, xato o'lim. Kvadrat, dumaloq. Конечно, kvadrat. O'lim bo'lsa o'limni yo'q qo'raman. Granata tashlab yuboray. Kirmadi. Bitta jon bilan tirik qoldim. Agar o'lib qolganimda kuchugimni kim qutqarardi? Mana o'lmabdi. Pastga qaraychi, hech kim yo'qmi? Bor ekan, endi bu yerda tashlab yuboraman granata. Ahaha. Menimcha o'ldi. Boshqa qolmagan bo'lishi ehtimollari bor. Baribir ham qurol bilan tushay. Bor ekan. Bo'ldi, o'ldi. Boshqa qolmadimi? Qolmabdi. Bo'ldi. Qurol bilan kiraman. Senlar itimni o'g'irladim. Bo'ldi, o'ldirdim. Mana meni itim. Yo, bu boshqa.
Hozir ko'raychi ismini. Bobik. Ha, bu meni itim. Yur Bobik. Sandiqda nima bor ekan? Meni o'g'irlangan xazinam. Qo'rqmasi baribir ham bo'laveradi. Like bosing, obuna bo'ling. Motsam yo'q ekan. Keyingi videolarimni ham kuzatib boring. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi.